Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Anchadan beri video qo'ya olmayotgandim mana. Qushlarimizga vitamin tayyorlayapmiz. Ancha bo'lib ketdi video qo'ymaganimizga ham. Qushlarimiz xudo xolasa ishlashni boshlashdi. Ishlayapti. Shunga qo'shimcha bugun salat tayyorladim. Shunga bergani ketyapman hozir bularni. Shu o'rtaga shu joy qilishim kerak-da. Bitta bog'lariga bitta manzarali qilishiga bitta kapas tayyorlatishim kerak. Nima deysizlar manzaraga? Qo'ysam bo'ladimi? Mari dakan jo'jalarim mana. To'g'risi ko'p o'lib ketib qoldi. Jo'jaga qarashni bilmaymiz shekilli. 5 dona qoldi xolos. Yaponlarning bittasi 4 ta dakan. Mayli endi shu bo'lish kerak ekan. Endi hozir qushlarimizga beraman bu donda. Manfaatli bo'ladi. Mana ikkita bor edi eski bir 3-4 oy bo'lib ketib qo'ygan bor bu oq bilan malik. Shular qo'shvardim alohida turardi. Urushmayapti yaxshi. Bunday turishibdi. Naskalar har doimgidek uydan chiqmayapti lekin bundan darak yo'q. Mayli kutamiz. Hozir ularda endi mana qilib idishlar qilib qo'yganman. Shu mukofot kelishim kerak endi. Mana nimalarga, kardonlarga bo'lib solib beraman endi. Qizilcha bilan ukrop aralashtirdim.